Shunaqa katta hovlisi bor akalarga zo'r maslahat beraymi? Qaranglar. Hovlingiz katta aka, nimalar qilishni bilmayapsiz hovlingizga. Zo'r maslahat. Birinchi o'rinda darvozaxona. Ko'ring, qanaqa katta. Ikkita mashina, bitta 200 ga, bitta 300 ga qo'yib qo'ysangiz, bemalol sig'adi, mana shu turadi. Mana zelyoniy zonamiz. Bitta, ikkita, 3 ta qismga ajratganmiz. Bemalol archalarni ekib qo'yasiz, hovlingizda havoni tozalab turadi. Ana endi yana bitta zo'r joyi vodopad. Umumiy hovlimiz o'rtasiga vodopad zona qilganmiz. Bu nimaga? Hovlida havoni suv yaxshi aylantirib beradi. Misol uchun hovlingiz katta, buning ichida endi suv shaldirab suv oqib tursa, shunaqa havo shamol bo'lib aylanadi. O'zingizdan bemalol o'tirasiz. Ana siz o'sha joyda o'tirishingiz uchun mana ko'rib turibsiz, mana shu yerga biz besetka zona qilganmiz. Chiroyli qilib stol-stullarni qo'yamiz, bu besetka zonamiz bo'ladi. Sal hozir tosh ishlari ketayotganligi uchun toshlarimiz mana shu yerda turibdi. Xuddi shunaqa sizlarga ham nasib qilsin. Maslahatlar ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska qilib qo'yasiz.